Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Ko'p akalarimiz Makkani sichka qilganini so'rashgandi. Makka sichka qilganimizdan yetib keldi. Hop 3 kilovatlik, 4 kilovatlik motorlarda yetib keldi. Makka sichka qilgan. Makkani o'sha 5 ga 6 ga bo'lib beradi. Ko'pchilik atalaga bozorda akalarimiz sotuvga qilib tayyorlagan Makka sichka apparatimizdan yetib keldi. 220 si ham bor, 380 ham bor. Hop, narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 4,5 million so'm qilib beryapmiz. Makka sichka qilingan. Bug'doyga ham, makkaga ham ketaveradi akalar. Buni ligirovkasi bor. Enini katta kichkina qilingan, ligirovkalari qilingan. Katta kichkina ligirovka qilsa bo'ladi. Bug'doyga ham, makkaga ham 10 darajasiga olib ligirovkasini qilsa ham bo'laveradi. Hop, vakuumli so'ragan akalarimizga vakuumligimizni 2 xil modelidan yetib keldi. Katta kichkina variantidan. Kattasi chugulli bo'ladi. Shu ko'p akalarimiz chugulligini so'rab turishadi. Mana chugulli variantdan yetib keldi. Motorlari 5 kilovatli variantda. Narxlari 4,5 million so'm. Kichkinasining narxlari 3,8 million so'm narxi beramiz. Soatiga 450 kilo 500 kilo atrofida chiqaradi. Soatiga 200 kilo 300 kilo atrofida chiqaradi. Narxlari 3,8 million 4,5 million so'm. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, ishlagan videolari bor. Telegramdan yozsalaring, ishlagan videolarni tashlab beramiz. Buni ham ishlagan videosi bor, bularda ham ishlagan videolari bor. Telefon raqamlarimizni qo'yib beramiz. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan.